Assalomu alaykum. Federatsiya faoliyatida bo'lib o'tgan yangiliklar haqida Iste'mol Digest orqali xabar beramiz. Muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Ermanov Farhod O'razboyevich hamda O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqov ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Vazirlar Kengashi raisi federatsiya tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar aholi manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, fuqarolar murojaatlarini chuqur va tizimli o'rganish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda iste'mol madaniyatini oshirishga qaratilgan barcha tashabbus va loyihalarni amalga oshirishda Vazirlar Kengashi tomonidan doimiy hamkorlik yo'lga qo'yilishini bildirdi. Xorazmda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yangi bosqichga chiqadi. Xorazm viloyat hokimi senator Jo'rabek Rahimov hamda O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqov ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iste'molchilar huquqlarini samarali himoya qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 296-sonli qarori ijrosini ta'minlash doirasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Muloqot davomida Xorazm viloyati iste'molchilarining qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, aholi manfaatlarini tizimli o'rganish, ularga tezkor va samarali yechim topish hamda fuqarolarning iste'mol madaniyatini yuksaltirish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Federatsiya faoliyatida ochiqlik va shaffoflik masalalari diqqat markazida. Yig'ilishda amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar, iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish borasidagi ijobiy natijalarni ommaviy axborot vositalarida yoritish, hududiy bo'linmalar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni jamoatchilikka yetkazish, kadrlar mas'uliyati, ijro intizomi, tizim faoliyatini ochiqlik va hisobdorlik tamoyili asosida tashkil etish kabi muhim masalalar muhokama markazida bo'ldi. Yig'ilish doirasida amalga oshirilayotgan ishlar qog'ozda emas, xalqimizning ko'z o'ngida, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda aks etish shartligi alohida ta'kidlab o'tildi. Toshkent viloyati Mahalla TV kanalining kun nafasi ko'rsatuvida iste'molchilar huquqlarini sud orqali himoya qilish masalalari muhokama qilindi. Ko'rsatuvda ishtirok etgan Toshkent viloyat hududiy birlashma mutaxassislari tomonidan iste'molchi sudga murojaat qilishdan oldin sotuvchi yoki xizmat ko'rsatuvchiga yozma murojaat qilishining afzalliklari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari orqali kiritilgan da'volarda davlat bojidan ozod etilishi, sudga da'vo arizasi kiritishda chek, shartnoma, kafolat taloni va boshqa dalillar muhim ahamiyatga egaligi, ma'naviy zararning miqdori sud tomonidan belgilanishi, sud qarori bajarilmagan taqdirda qonunchilikda jarima sanksiyalar qo'llanilishi, nizoli holatlarda ekspertiza tayinlanishi va xarajatlar sud qaroriga asosan qoplanishi kabi masalalarda amaliy maslahat va tavsiyalar berib o'tildi. Buxoro viloyati murojaat joyiga chiqib o'rganildi. Buxoro shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga murojaat qilgan iste'molchi M.S. Buxoro shahrida joylashgan oziq-ovqat do'konidan bolalar yogurtini xarid qilganligini, uning yaroqlilik muddati o'tganligini esa keyin bilganligini, savdoda bu kabi mahsulotlardan yana mavjudligini ma'lum qilib, yuzaga kelgan holatni o'rganib chiqilishini so'ragan. Jamiyat xodimlari ushbu murojaat asosida o'rganish o'tkazganlarida iste'molchi tomonidan keltirilgan vajlarning asosli ekanligi ma'lum bo'lgach, o'rganish yakunlari bilan savdo do'konidagi yaroqlilik muddati o'tgan yogurtlar savdodan olib tashlandi. Namangan viloyati Men yosh iste'molchiman ko'rik tanlovi o'tkazildi. Uchqo'rg'on tumani iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim majlislar zalida Men yosh iste'molchiman mavzusida insholar tanlovi o'tkazildi. Tanlov yakunlariga ko'ra birinchi o'rinni 15-sonli maktabning 10-sinf o'quvchisi Hasanboyeva Muxlisa egallab, viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. Shuningdek, barcha ishtirokchilar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Farg'ona viloyati Yoshlar kuni doirasida oliygohning bitiruvchi bosqich talabalari bilan uchrashildi. Federatsiyaning Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi hamda Raqobat qo'mitasining Farg'ona viloyat boshqarmasi hamkorligida haftaning har payshanba Yoshlar kunida ta'lim muassasalariga tashrif buyurilib, ularga iste'molchilik sohasining dolzarb masalalari yuzasidan tushuntirishlar berib borilmoqda. Bu galgi uchrashuv Farg'ona davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabalari ishtirokida tashkillanib, undagi asosiy mavzu axborot asrida yosh iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish masalasiga bag'ishlandi. Tadbir doirasida yoshlarga bu borada muammolarga duch kelinganda amalga oshiriladigan sa'y-harakatlar hamda vakolatli idoralarga murojaat qilish tartiblari yuzasidan tushunchalar berildi.
Samarqand viloyati sifatsiz mahsulot almashtirib berildi. Payariq tumanida yashovchi fuqaro M.S. joriy yilning 14-fevralda Samarqand shahrida joylashgan ishonch do'konidan 8 million so'mlik muzlatgichni muddatli to'lov asosida sotib olgan. Muzlatgichda nuqson mavjudligini aniqlagan iste'molchi o'z kuchi bilan tovarni boshqa maqbul sifatdagisiga almashtirish yuzasidan sa'y harakatlarni amalga oshirgan. Biroq bundan kerakli natija chiqara olmagan. Masalaga Samarqand shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati xodimlari aralashuvi bilan nuqsonli ekanligi da'vo qilingan muzlatgichni maqbul sifatdagisiga, ya'ni sifatlisiga almashtirib berildi. Navoiy viloyati sifatsiz ayollar ko'ylagi yangisiga almashtirib berildi. Navoiy shahrida yashovchi fuqaro S.R. 3-aprel kuni Navoiy shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga yozma murojaat qilib, 1.206.000 so'mga sotib olgan ayollar ko'ylagi sifatsiz chiqqanidan norozi ekanligini bildirgan. Mazkur murojaat jamiyat mutaxassislari tomonidan o'rganilishi jarayonida iste'molchining da'vosi asosli ekanligi tasdig'ini topib, sotuvchi bilan olib borilgan tushuntirish ishlari yakunlari bilan ko'ylakni boshqa maqbul sifatdagisiga almashtirib berilishiga erishildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatishda davom eting.